Yoshlar bilmaydi-da, yosh muxlislar bilmaydi. Mani endi chiqib kelgan san'atkorim deb o'ylashi ham mumkin-da ular. 2003-yil mana shu sahnada 8 blok qilib, mana shu qimmat kiyimlarni 8 tasini qilib, mana shu sahnada sahnalashtirganman men. Ya'ni ashula qilib turib, jonli klip qilganman. Mana masalan qaynona degan ashula aytdim. Jonli klip ketardi. Orada perexod kiyib olishimga to'xtab turinglar, hozir o'yinchi o'ynab olsin, hozir kiyinib kelaman emas. Orada perexod qilganman. Ya'ni shou programmani mana shu alpozda, mana shu udumda 2003-yil men tatbiq qilganman. Buni qo'rqmay aytaman. Oldin 3 blokli bo'lardi konsertlar. Yoshlar bilmaydi-da, yosh muxlislar bilmaydi. Mani endi chiqib kelgan san'atkorim deb o'ylashi ham mumkin-da ular. 2003-yil mana shu sahnada 8 blok qilib, mana shu qimmat kiyimlarni 8 tasini qilib, mana shu sahnada sahnalashtirganman men. Ya'ni ashula qilib turib, jonli klip qilganman. Mana masalan qaynona degan ashula aytdim. Jonli klip ketardi. Orada perexod kiyib olishimga to'xtab turinglar, hozir o'yinchi o'ynab olsin, hozir kiyinib kelaman emas. Orada perexod qilganman. Ya'ni shou programmani mana shu alpozda, mana shu udumda 2003-yil men tatbiq qilganman. Buni qo'rqmay aytaman. Oldin 3 blokli bo'lardi konsertlar.